Namozdan chiqsam boyidim. Assalomu alaykum. Taqazaga pulab ketdi-da. Voy, bayram dasturxoni. Ham jab bo'ladi. Ha, endi Kel, sen hamdan javob qo'ydim senga. Rahmat. Bergan ishimizning rivojini, omadimizni bergan, bolalarimizning rohatligini ko'rishni nasib qilgan. Keyingi yillarga eson-omon yetib, o'ynab kulib, Xudoyo Madina xonim eson-omon qutib vasillar, chaqaloqlar, baqaloqlar bilan birgalashib kutib olaylik. Faqatda 10 xil narsa bo'lgan. 10 xil. mozor to'ylarda sutga o'chirib turganlarimiz sovuladi. Go'shtga ochib turib. Mamnundan ham olib kelardinglar. Mamnundan ham. Ham turib bo'lardi. Mozor terisi bo'lardi. Oddiy non, mana shu nonni shuna borib pulingga sotib olamiz endi. O'chir. O'chir talon. Bo'xonka. Kupon chiqqani ham yomon bo'lgan. To'polonlar salpalisini mana shu mozor to'yda. Bozorda olsangiz bemalol, bozorda 3 do'l bor. Qimmat edi. Odamlar bilan kelish vaqti zo'r edi. Chunki avtobusda yurmas edik-da. Mashina, bunaqa mashina ko'p bo'lmagan, bitta yarim to'xtardi. Lekin odamlarni ko'rgan odam to'xtardi, aka. Polni mashinada ketardi-ga. Ha, vip. Va duch kelgan odam to'xtab, odamlar umuman tanimas edilar. Anaga o'tiring deb, odamlar taniydiganlar ham ko'p bo'lganda, hurmatlari baland bo'lgan. Gaplasholmaydi. Natiga yetib qo'ydim. 15 kilo semir. 15 kilo semirding. Ularga yetishlik hammamizga nasib qilsin. Sizlarga ham rahmat kelganinglarga. Boshqa kunlar ham kelib turaveringlar. Местный олигарх. Akasi tashlab Voy, beraman. 3-kun yana kelamiz. Ha, kelaverasizlar. Robbina atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Hasan kiryapti mamaqsi. Ha, podarkalar, pullarni olib, mana ketyapman sen bilan gaplashib. Sen ham telefon qilding mana. Sizga maza bo'libdi hammadan. Vashcha maza bo'ldi. Bo'pti. Yaxshi o'tkazib olinglar. Mana xayrlilarimni yig'ib oldim. Rahmat hammaga, topgan tutganiga baraka bersin. Bugun hayitning ikkinchi kuni. Qizim keldi. Hozir ishi bor ekan, u ishi bilan chiqib ketdi. Biz korzinkaga ketyapmiz. Lashadkadan o'tib keta olmaymiz. Suvmasmikan, kuymaysanmi? Hali kech payt chiqamiz, xo'p? Hozir suvda, obto'da yotibdi. Aravachadan avval kichkinasini. Yur. Ana kuni qovun olib ketdim, yaxshi chiqdi. Hali vaqtli-ku, lekin yaxshi chiqdi qovun. Banan olamizmi? Ha. Nima yeysan? Oyog'ini. 1 kilo 6. Nima yeysan? 1 kilo 6. Olchi? Bolam, olchi sotmaydi deb bitta, yur. Olmalar burishib qopti bolam. Yeysanmi? Lekin sarg'ayib qopti-da, qanaqadirchi, eski. Naryolida ham bor-ku, ko'raylik, tuzorog'i chiqsa olamiz. Xo'sh, pomidor olamiz ozgina, mana shu rozoviy mash ekanda. Urinmaganlardan ajratib olamiz. 15 ming ekan. Rozoviy 18 ming. Pomidor yeysanmi? Ehtiyot bo'l, odamlarga tep ketma. Senga sirli молочный olishimiz kerak. Bo'ldimi, ketdikmi? Kechib oldingmi? Ketdi. Boshqa narsa ko'tara olmaymiz o'zi. Shuti bugun odam yo'q, mana kassalar. Bo'sh bitta kassa ishlayapti. Olim, senikini ham shetga qo'yasan keyin, mana bu o'rtog'ingga o'xshab, xo'pmi? Korzinkadan покупкamizni qilib chiqdik. Endi bolam ham o'tirib sirogini yeydi. Korzinkadan olmay suv endi esimizga tushdi. Yo'lda magazindan olib oldik. Endi uyga ketamiz. Namoz payti bo'ldi. Yura qol o'g'lim, tez-tez.